millionlab pullar dog'ni ochartiruvchi kremlarga ketyapti. Nimalar qilmayapsizlar, lekin dog'inglar umuman ocharmayapti. O'rtoqlar, bularning sababi juda ham ko'p. Chunki siz reklamaga qaraysiz, mana masalan oqartiruvchi krem deb berganda siz o'sha kremga yopishasiz. Ha, u oqartiruvchi bo'lishi mumkin, lekin uni tarkibi, masalan, o'sha pigmentingizni qaysidir fermentini yoki qaysidir sababini bloklash uchun, qaysidir sababini ketkazish uchun to'g'ri kelishi mumkin. Demak, men sizlarga hozir pigmentatsiya, ya'ni dog'lar bilan kurashishda eng muhim ingrediyentlar haqida gapirib o'taman. Bu vitamin C, bu niacinamid, bu glutation, bu alfa-arbutin, bu retinol, bakuchol va bu tranexamovая kislota. Eng mashhur komponentlar dog' uchun o'rtoqlar. Demak, vitamin C bizda nima qiladi? Vitamin C tirozinazani bloklaydi desak ham bo'ladi, ya'ni dog'ni rangini ochartirishga yordam beradi. Rangini xolos. Niacinamid bu melanotsitlarni, ya'ni melanosomalarni ko'chishini bloklaydi. Ko'p holatlarda kuzatasizlar, pigmentingiz bu yoqda edi, bir oydan keyin yana boshqa joyda paydo bo'ldi, yarim yildan keyin peshonada, yana vaqt o'tgandan keyin qaysidir zonalarda paydo bo'ldi. Demak, sizga niacinamid shart. Ya'ni bu ko'chishlarni bloklaydi. Tranexamovая kislota dog'inglar to'qarib ketishini, faollashib, aktivlashib ketishini bloklaydi, to'xtatadi. Alfa-arbutin sekin-sekin teriga zarar bermasdan, terini ko'chirmasdan, terini quritmasdan dog'lar bilan kurashadi. Azilainovая kislota yallig'lanishni kamaytiradi, ya'ni organizmda shamollash hisobiga melanotsitlar aktivlashadi o'rtoqlar. Ana o'sha shamollashni kamaytiradi. Shuni hisobiga melanotsitlar orqaga qaytishni boshlaydi. Retinol teri yangilanishini, ya'ni regeneratsiyasini yaxshilaydi. Demak, terida regeneratsiya sust bo'lsa, u o'zini o'zi pigmentdan himoya qila olmaydi. Ya'ni tez yon atrofdagi yoki yeyotgan, ichayotgan, surayotgan komponentlaringizga ta'sirchanligi aktiv emas bo'lib qoladi, passiv bo'lib qoladi. Retinol ana o'shani aktivlashtiradi. Terini namlantiruvchi suryapsizlarmi? Aktivlashtirib beradi. Terini dog'lari bilan kurashyapsizlarmi? O'shani aktivlashtirib beradi. Demak, glutation nima qiladi? Antioksidant, teri uchun antioksidant, ya'ni teri ostidagi pigment beruvchi barcha fermentlarni orqaga qaytaradi. Ya'ni teri ostini pigmentlardan, melanotsitlardan tozalaydi. Va bularni hammasini effektini bir tiyinga chiqarib tashlaydigan narsa bu SPFsiz ko'chaga chiqib ketish. Hammasini suryapsiz, qilyapsiz, hamma aytilganlarni muolajalarga kelyapsiz, lekin natija yo'q, chunki siz SPFsiz ko'chaga chiqib qo'yapsiz. Demak, o'sha aytgan hamma narsam vitamin C, tranexamovая kislota, glutation, alfa-arbutin, azilainovая kislota, mana shu narsalarni hammasi bitta narsada, bu hammasi jamlanishi juda ham qiyin o'rtoqlar. O'shaning uchun yuzingizga pigment tushdimi, yuzingizda muammolar paydo bo'ldimi, har doim mutaxassisga uchrang. Mutaxassis yuzingizga qarab turib, o'sha pigment bilan ishlashi to'g'ri taktikasini sizga tanlab beradi. Va eng asosiy bu mana shu SPF o'rtoqlar. SPFsiz bizni ultraviolet indekslarimizni ostida yurish juda ham xavfli.